2 etajli emas, именно 1 etajli menga kerak. Yeri kattaroq bo'lsin va zo'r planировка bo'lsin degan insonlarga zo'r hovlimiz sotuvga chiqyapti. Uyimizning maydoni 3,5 sotux maydonga ega. Qaranglar. Bu yoz zdaniyada zal, sanuzul va spalni, yozgi oshxona, shunda oshxonaga ulanib ketgan. Bu yoz zdaniyada bo'lsa общий 3 ta xona va oshxona bo'lyapti. Почти zdaniyaning tagi podval. Yo'lga keladigan bo'lsa, bemalol 2 ta mashinani qo'ysanglar bo'ladi. Hovlida maza qilib o'tiradigan joy qilingan, qaranglar. Hovlimiz keng. Именно mana shunaqa planirovka 1 etajli hovli qidirayotganlarga tez video jo'natib qo'ysanglar, biz sizlar bilan bo'lsa, mana shu zaynidan boshlab obzor boshlaymiz. Remontlar zo'r, yarki ranglar tanlangan. Hozir bir-bir ko'rib ketamiz. Bu yoqda bitta spalni. Bu yoqda bo'lsa, xohlasanglar bu yerda ham spalni qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana shunaqa mягкий zona qilib qoldirasizlar. Oynalari hovliga qaraydi. To'liq to'pli polda qilingan, radiatorlar ham qo'yilgan. Bu yoqda yana bitta spalni bor. O'rtada общий sanuzol va oshxona qismi. Oshxona mebellari ham tayyor turibdi. Texnikalarigacha. Xullas, krasli yashaysizlar, umuman расход yo'q hovli deymiz. Shunda mashqdan yozgi oshxonaga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Zo'r qilingan. Xo'p, bu zonada ko'rdik, общий xonalar soni 3 ta, sanuzol va oshxona bo'lyapti. Qani ketdi endi naryoqdagi zonani ko'ramiz. Xo'p, bu zonada kirishimiz bilan o'rtada bitta общий katta sanuzol, o'ng tarafda zal qismi, katta keng qilingan va bitta spalni qoldirilgan. Hovlimizda ham bitta sanuzol bor, ko'rsatish ismidan chiqibdi, hozir ko'rsatib ketaman. Bu yoq o'zi kotelni xona. Bitta sanuzol ham qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi. Именно Shofayzda, zo'r mahallada 1 etajli hovli xohlagan tanishlar bo'lsa, videoni tashlab qo'yasizlar. Narxlari va informatsiya hammasi opsioniyada bo'ladi. Ko'proq ma'lumot telefon nomeri orqali olasizlar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.